Assalomu alaykum qizlar. Bugun adneksidlar to'g'risida gaplashamiz. Adneksid bu nima degani? Tuxumdonlarda yallig'lanib shabodalashi bu adneksid deyiladi. Adneksidlar bir tomonlama, ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Adneksidlar surunkali va o'tkir holatda bo'lishi mumkin. O'tkir holatda bo'ladigan adneksidlar qorin pastida kuchli og'riq, benamozlarda ko'p kelishi, shu bilan birgalikda aynan isitma va tana haroratini ko'tarishi bilan yuzaga keladi. Agar siz o'tkir holatda shabodalashlarni o'zingizcha bilib-bilmay dori-darmonlar bilan infeksiyalarni oxiriga yetib tugallanishini ta'minlamasangiz, o'zingizcha dori-darmon qilsangiz, ular xronический holatga o'tadi. Shuning uchun xronический adneksidlarni davolash ancha qiyinroq kechadi. Xronический adneksid bu doimiy qorin pastida simillagan og'riqlar yoki bir tomonlama yo ikki tomonlama bo'lishi, benamozlarda doimiy kelib turishi, eringiz bilan kontaktda og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Bunday holat sizda bo'ladigan bo'lsa, albatta tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Adneksidlarning asosiy sababchilari g'ish, ya'ni infeksiyani hisoblanadi. Sizda qaysi infeksiya chiqyapti? Aynan shu infeksiyani turiga qarab davolansangiz, sizda kasalliklar butkul tanangizni tark etadi. Tuzalolmayotgan ayollar ko'p, tuzalmayotgan kasallik yo'q. Sog' bo'linglar.